Shunaqa ishlar qilganda darvozachi sohamda mag'rurlanib ketaman. Qaranglar, Allohning baytiga, Xudoning uyiga biz darvoza yasayapmiz. Bu adashmasam 25 va 26 Xudoning uyiga qilinayotgan darvozalarimizdan bittasi. Namangan Mingbuloq, Gulbog' degan qishloqqa shu darvozani chiroyli holatda o'rnatib beramiz. Balandligi 6 metr, eniga 4 metr. Bu bitta tabaqasi, bu ikkinchi tabaqasi. Buni kichkina ishiga hozir malyarka jarayonida, xudo xolasa, Qurbon hayitigacha o'rnatishni niyat qilganmiz. Bolaga kuch-quvvat bersa, shtampovka pechat darvozalar, bu yoqda listi darvozalar hammalari egalariga jo'natishga tayyor bo'lib bitib chiqmoqda. Biz Toshkentga yuklarimizni ortish arafasidamiz. Xudo xolasa, birinchi darvozalarni Isuzuga ortamiz, egalariga o'z vaqtida topshirishga harakat qilamiz. Bu yoqda naveslarimiz tumba qismlari bor, stokalari hammasini hozir salafondan ochib, moshinaga joylab olamiz. Bu yoqda navesimizni polni mayda karkazlari kiletka holatda to'qiladi. Biz buni kraskalab olganmiz. Polnisi kiletkasini joyida zborka qilamiz. Masjidda asosiy odamlar namozxonlar qatnaydigan kichkina eshigi. Yuqoriga Alloh Muhammad chiroyli yozuvlar yozilgan, arabcha yozuvlar. Bu yoqda eshiklarni ham zamaska qilish jarayonida. Toshkentda qurilgan elegant shu kurtoy xonadonga qilingan shu simalali darvozamiz 2 qavatlidan iborat. Ustida shu qism gullarini biz Simaladan Samarqandda spes zakaz qoliplarni ham noldan tayyorlatib shuni yasatib keldik. Xudo xolasa uni joy-joyiga qotiramiz. Bu tekis holatda buni ustiga shunaqa simalalar bilan jihozlanadi. Ishxonada ish qizg'in, bolalar avjida gazini bosib ishlashyapti. Xudo xolasa mana shu bolani uylaydiganmiz, to'yga aytamiz, partischilar hammalari kelasizlar. Mabodo nomzodlar bo'lsa, kelinlikka tavsiya qilaverasizlar. 90 nechinchi yil? 99-chi. Rosa uylanadigan vaqti. Qo'lida gundek hunari bor, bemalol oilani boqib, ikkita xotinlarni yuklaydigan bo'ladi. Yaxshi shogirdlarimdan bittasi. Mashhur Insta bloger Illo Jo'raboyev o'zlarining shaxsiy xonadonlariga yuqoriga ochiladigan darvoza qilingan ekan. Biz peshobodli eshigini qilib berdik. Eshigi oldi tomoni ham, orqa tomoni ham bir xil ko'rinishda bu joylarni nejevka bilan jihozlaganmiz. Toshkentga hozir Isuzimizga ortib chiqazamiz, xudo xolasa ertaga o'rnatib beramiz. Bu yerda Toshkentga ketadigan darvozalar hammasi tayyor holatda upakovka qilib qo'yilgan. Bir-biriga hozir adashmaydigan qilib ajratib qo'yishgan. Shtampovka pechat bu ham Toshkentga ketadi. Hozirgi o'sha elegant xonadonga qilinayotgan darvozaning ustiga yopishtirilgan simali gullar. Har bittasi 20 kilodan oshiqroq vesi bor. Bu salafonlar tagida ham mijozlarimizning darvozalari bor. Birin-ketin egalariga topshiriladi, hammasi tayyor. Gigant razmerdagi 12 metrli navesimizda yon qismi, bu yoqda mana oldi qismi bor. Bu yoqda ikkita tomonda firmasi. Toshkent Yunusobodga o'rnatiladi. Bu Ina markazi. Rostdan Ina markazi. Bunaqasini ko'rmagansizlar. Ustunovka jarayonida ham, obzorlarda ham hammasi ma'lumotlarni berib o'tadi. Katta gigant navesimizni burchagidagi gul qismlari, qaranglar, qanaqa chiroyli. Mana shu burchak holatda stokalarga qotiriladi. Bitgan holati o'ta go'zal.